Bugun bu qadar olam savolga to'lib ketgan. Qancha savol ko'paygan sari murakkablashib ketayotganga o'xshaydi hayot. Informatsiya deb ko'rdim boshqa dasturlarimda, buncha ma'lumotlar ko'payib ketgan. Ma'lumotlar ko'payib ketganini demay qo'ydim. Savollar ko'payib ketgan. Endi siz qabul qilishni o'rganing dedingiz menga. Ajoyib yechim edi. Lekin qabul qilishni ham o'rgatadigan inson kerak ekanda o'zi aslida. Qabul qilishni o'rganishlik oson yashashga kelishlik. Qaysidir ma'noda. Keling mana shunaqa e'tirozlar, shu uyg'ongan joyda to'xtatib qo'ying, qanaqa metodika shunaqa haqida gaplashaylik ozgina. Insonni kengligi qancha yuqorilashgani sari e'tirozlar kamayib ketadi. Chunki borliqqa e'tirozingiz ketadi-da. Butunlay. Chunki siz kengsiz. Siz donishmandsiz. Bir donishmandni ko'rdingizmi, unda e'tiroz bo'lganini. Yo'q, mana bu narsa bo'lmasligi kerak edi. Mana bu narsa yaralmasligi kerak edi. Dunyo bunday bo'lmasligi kerak edi. Bu hayvon yaralmasligi kerak edi. Inson bu shaklda tug'ilmasligi kerak edi degan donishmandni ko'rdingizmi? Yo'q. Ya'ni donishmandligingiz yuqorilashgani sari sizni borliqqa e'tirozingiz yo'qoladi. Bu to'g'ridan to'g'ri yaratuvchiga e'tirozda. Sizni mana bu narsa bo'lmasligi kerak edi. Savol tug'ilmasligi kerak edi degan e'tirozingiz yaratuvchiga e'tiroz. Ya'ni sen qaysidir narsani noto'g'ri yaratding. Men ko'proq bilaman. Dunyoni qanaqa shaklda bo'lishini men sendan ko'proq bilaman degan e'tiroz ketyapti aslida. Har qanday e'tirozimiz yaratuvchini, dunyoni, borliqni qandaydir shaklda noto'g'ri yaratganligi haqida e'tirozimiz. Bu mumkinmi? Albatta mumkin emas. Mumkin emas. Bunga kelish shu bilim kerak, kenglik kerak, izlanish kerak. Demakki, savol tug'ilyaptimi? Demak, bilimsizlikdan.